Joriy yilning 13 fevral kuni davlatimiz rahbari tomonidan yuqori iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini ta'minlash bo'yicha 2026-yildagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda hududlarda ruxsatsiz qurilgan har bir obyektni birma-bir xatlovdan o'tkazish, loyihalarga kiritilgan investitsiyalar, olib kelingan uskunalar va yer maydonlaridan foydalanish samaradorligini o'rganish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Ushbu topshiriq ijrosi yuzasidan barcha viloyat, shahar va tumanlarda ishchi guruhlari tashkil etildi. Xususan, Samarqand viloyatida bu boradagi ishlarni muvofiqlashtirish maqsadida viloyat prokuraturasi alohida shtab faoliyat boshladi. O'rganish davomida asosiy e'tibor qurilish obyektlariga belgilangan tartibda ruxsatnoma berilganligi, loyiha smeta hujjatlarining mavjudligi, ekspertiza xulosalari olinganligiga qaratilmoqda. Shuningdek, qurilish maydonlarida mehnat muhofazasi va xavfsizlik talablariga amal qilinishi, muhandislik kommunikatsiyalariga o'zboshimchalik bilan ulanish holatlarini oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash masalalariga ham ahamiyat berilmoqda. Xatlov natijalariga ko'ra, viloyat bo'yicha noqonuniy qurilishlar ro'yxati shakllantirilib, har bir obyekt alohida toifalarga ajratilmoqda. Jumladan 300 kub metrdan kichik noturar binolar, balandligi 12 metrgacha yoki maydoni 500 kvadrat metrdan kam bo'lgan yakka tartibdagi uy-joylar hamda 2, 3 va 4-toifadagi obyektlar alohida tasniflanmoqda. Har bir obyekt bo'yicha qurilish boshlangan vaqti, bugungi holati, ishlar davom etayotgani yoki to'xtatilgani, hozirda binoda foydalanish holati, qaysi hujjatlar mavjud emasligi va rasmiylashtirish jarayoni qaysi bosqichda ekani batafsil o'rganilib, so'rovnomalar to'ldirilmoqda. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan mas'ul tashkilotlar va mansabdor shaxslarga tushuntirishlar berilmoqda. Bu kabi tizimli nazorat tadbirlari o'zboshimchalik bilan boshlangan qurilishlarni barvaqt aniqlash va oldini olishga xizmat qilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, ruxsatnomasiz qurilish-montaj ishlarini boshlash amaldagi qonunchilikka zid hisoblanadi. Bunday holatlar uchun jismoniy shaxslarga 150 barobar, mansabdor shaxslarga esa 200 barobar bazaviy hisoblash miqdorida ma'muriy jarima qo'llaniladi. Amalga oshirilayotgan bunday tizimli chora-tadbirlar sohada qonun ustuvorligini ta'minlash, qurilish ishtirokchilarining mas'uliyatini oshirish, sifatli va xavfsiz obyektlar barpo etish hamda fuqarolarning hayoti va mol-mulki daxlsizligini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi.